Muhaciratdagi Uyg'urlarning hammasiga o'rtaq bo'lgan xristianlarning bir bo'lgan chet el tuprog'ida tug'ilib cho'ng bo'layotgan ikkinchi avlod Uyg'ur farzandlarining o'z milliy kimligini qandoq va qanchalik saqlab qolishi masalasi hisoblanadi. Uyg'ur akademiyasi bosh bo'lib uyushtirgan Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash xalqaro ilmiy muhokama yig'inining Uyg'ur tilida o'tkazilgan muhokamasida yana bir muhim tema qatorida maxsus muhokama qilindi. George Washington Universitetining professori Shan Robinson so'z qilib, bu sohaning muhimligi va zarurligi to'g'risida so'z qilgan. Uyg'ur ziyolilaridan Farhod Qurbon Tangirtog'li so'z qilib, muhojiratdagi Uyg'urlarda Uyg'ur kimligini saqlab qolish uchun Uyg'ur adabiyoti va san'atini saqlab qolishning qanchalik muhimligi haqida maxsus to'xtalib, asrlar bo'yi davom qilib zamonimizga qadar yetib kelgan Uyg'ur adabiyoti va san'ati Islomiyatning ilgirki zamonlarda Uyg'urlarning kimligini dunyoga to'ntib kelgan muhim vositalardan biri bo'lganligini, shundoq bo'lganligi uchun ayni vaqtda G'oz degan o'rtaq nom ostida adabiyot, musiqa, san'at qatorliq sohalardagi durdonalar Xitoy tavasidan halqib Yaponiya va Koreya territoriyasi qadar tarqalganligini, bu xil yuzlanish davrimizga qadar davom qilib Uyg'urlarning pokiz tasvirlarining biri bo'lib qolganligini, ammo hozir bu hol chekinish va yo'qolish qismatiga duch kelishga boshlaganligini bildirgan. Yig'in ishtirokchilarining o'rtaq fikricha, muhojirat hayotida ona til maktablarini hamda Uyg'urlar markazlashgan ijtimoiy to'pni hosil qilish, shuning bilan birga bu xil ona til maktablarida Uyg'ur farzandlari imkonga qadar eng yuqori saviyada Uyg'urcha til o'rganadigan muhit yaratish Uyg'ur kimligini saqlab qolishdagi eng muhim usullardan biri hisoblanadi. Uyg'urlar markazlik o'ltiraqlashgan O'rta Osiyo rayonidagi Qozog'iston va Qirg'izistondan kelgan Uyg'ur ziyolilari Olimjon Hamroyev qatorliqlar Uyg'ur tilining navbatdagi realligi, uning rus tili muhitida qanday xristianlarga duch kelayotganlik qatorliq masalalar haqida ma'lumot bergan. Muhojiratdagi ona til maktablarida til o'qitishni texnik unumli ishga oshirishdagi tajribalarim bu qatimqi muhokama yig'inida o'xshamagan shakllarda o'tirib qo'yilgan. Karvan sadosi nomidagi bir qator qisqa filmlar orqali Uyg'ur madaniyat tarixidagi simolarini jonliq obraz shaklida to'plam qilayotgan Dilnur Abdurashid, Uyg'ur rassom Marvoyit Hofiz, Uyg'ur adliya arxiv ombiridan Baxtiyor Umar qatorliqlar obraz orqali bo'libmi ko'rish sezgulari bilan so'zlash va anglash sezgullarini moslashtirib o'qitishning o'lik holda yodlatish shaklidagi ko'nichi usuldan ko'p unumlik va amaliy bo'lganligini jonliq misollar orqali ko'rsatib o'tgan. Amerikaning Xitoyda turishlik bosh elchisi 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kunida Xitoyga bayonot e'lon qilib, buningdan 47 yil ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq xitobnomasini ma'qullaganligini, Dunyo kishilik huquq xitobnomasining bu xotir kunini o'zlariga davlat ichi va sirtidagi kishilik huquqni hurmat qilishni ilgari surishdagi tantanlik majburiyatini eslatilganligini, Amerika Xitoy Xalq Jumhuriyatining xalqaro kishilik huquq xitobnomasi bilan kafolatlantirilgan kishilik huquq va asosiy erkinlikni qo'g'dashdagi xalqaroliq va'dasini o'rinday olmaydiganligidan yana andish qilayotganligini, Xitoyning atalmish Shinjongda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini, Tibetdagi bostirish siyosatini, Hong Kongga va'da qilgan avtonomiyani buzib tashlashini, tinch shaklda fikr bayon qiluvchilarni xohlagancha tutib turishini va dunyo miqyosidagi davlat halqagan tashviqotlarini to'xtatishga chaqirib, tinch namoyish qilish, din erkinligi, so'z erkinligi, axborot erkinligi va qonun bilan idora qilish huquqini davomli qo'llaydiganligini bildirgan. Amerika bir yuqori darajalik vakillar o'mki bu haftadan boshlab Xitoyda ziyorati bo'lmoqchi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining 10 dekabr kuni bildirishicha, Amerikaning Sharqiy Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul yordamchi tashqi ishlar ministri Daniel Kertenberg bilan Davlat xavfsizlik komitetining Xitoy va Tayvan ishlariga mas'ul oliy direktori Laura Rosenberg Prezident Bayden bilan Xitoy rahbari Shi Jinpingning yaqinda o'tkazgan suhbatiga diqqat berish, shundaqla davlat ishlari ministri Belkinning kelar yil Xitoyda ilib boradigan ziyoratiga tayyorlik qilish uchun Xitoyda ziyorati bo'ladi ekan. Bu ziyorat oliy darajalik bir Oqsaroy amaldori, Xitoyning iqtisodiy ichki jihatda xirisga duch kelgan, uning Osiyo rayonidagi zo'rlash xarakterlik siyosati aks ta'sir paydo qilgan bir vaqtda Amerika bilan munosabatni qisqa muddatli normallashtirishni orzu qilganligini bildirib, orqadan e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu so'zlarni Oqsaroyning Hind Tinch okean rayoni ishlarini moslashtiruvchi amaldori Kordil Campbell 8 noyabr o'tkazgan Aspen bexatarlik munbir yig'inida ta'kidlagan. Kurt Campbell bu so'zlarni qilishning oldida Amerika Xitoy masalasidagi andishalarni ko'zda tutib, o'zining Shimoliy Avstraliyada turishlik qismlarini kuchaytirganligini aytgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Daniel Kertenberg bilan Laura Rosenbergning ziyorati Bayden bilan Shi Jinpingning uchrashuvida muzokara qilgan ikki davlat o'rtasidagi raqobatni mas'uliyatchanlik bilan boshqarishga diqqat berish va yoshirin hamkorlik sohasini izlashni, shundaqla Belginning ziyoratiga tayyorlik ko'rishni o'z ishiga olganligi bildirilgan. Bu ziyoratning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, majburiy emgakni bekor qilish qatorliq masalalarni o'z ichiga olmaydiganligi ma'lum emas.
Lekin prezident Joe Bidenning Xi Jinping bilan uchrashganda kishilik huquqni o'tirib qo'yganligi bildirilgan. 10 dekabr kuni Xi Jinping Saudiya Arabiston ziyoratini oxirlashtirgan bo'lib, bu jarayonda u tunji qitim Xitoy Arab davlatlari uchrashishi va Riyodda o'tkazilgan Xitoy dengiz qo'ltiqi hamkorlik kengashi boshliqlari yig'inida qatnashgan. Saudiya Arabiston axborot agentligining xabariga qaraganda, boshliqlar yig'inida Xitoy va Arab davlatlari 29 milliard 200 million Amerika dollaridan oshadigan 34 mablag' selish kelishim imzolagan. Shundaqla xalq pulida neftni raschod qilishni talab qilgan ekan. Saudiya Arabiston bilan Amerika an'anaviy ittifoqdosh bo'lib, yaqinqi yillardagi jug'rafiyalik siyosat va iqtisodiy omillar sababidan bo'libmi 2018-yili Saudiya Arabiston o'qituvchi jurnalist va Washington Post gazetining yozuvchisi Jamal Qoshiqchi o'ldirilgandan keyin ikki davlatning munosabatida o'zgarish bo'lgan. Oqsaray ilgari Xi Jinpingning Saudiya Arabiston ziyoratining Xitoyning dunyoning har qaysi joylariga ta'sir ko'rsatishga uringanligining bir misol ekanligini va buning Amerikaning O'rta Sharq siyosatini o'zgartmaydiganligini o'ttirib qo'ygan. Xitoy Arab boshliqlar yig'ini harpisida Xitoyning Zhejiang bilan Saudiya Arabiston tunji chegara halqagan xalq puli to'lash kasbini tamomlagan ekan. Xi Jinping 9 dekabr kuni Paris qo'ltiqi Arab davlatlari hamkorlik komiteti boshliqlari yig'inida qatnashganda xalq pulining neftni raschod qilishga chaqiriq qilgan. Ammo Arab davlatlari bunga pozitsiya bildirmagan ekan. Obrazchilar Xitoyning Arab davlatlari va Paris qo'ltiqi Arab davlatlari hamkorlik komitetiga zo'r umid bog'laganligini, uning diplomatik hujum kuchini alayda kuchli qo'llanganligini, ammo Arab davlatlarida nurg'un ichki to'qinishlarning borligini, Xitoyning aniqga murassa qilish iqtidorining kamchilik ekanligini bildirib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarini bostirishi va Isroiliyaga xushomad qilib yaqinlashishi Arab davlatlarining Xitoyga bo'lgan ishonchiga ta'sir ko'rsatganligini, shundaqla Xitoy iqtisodining tez taraqqiy qilgan oltin davrining o'tib ketganligini, uning O'rta Sharqqa singib kirish va kengayish siyosatining Amerikaning qarshi tadbirlariga duch kelayotganligini, bularning hammasi Xitoyning O'rta Sharqdagi arzu-armonlarini cheklaydiganligini ta'kidlagan.